Assalomu alaykum, aziz tomoshabinlar. Bugun men juda muhim mavzuni tushuntirib beraman. Nega hamma pensionerlarga bir xil qo'shimcha to'lov berilmaydi? Bu savol ko'pchilikni qiynaydi. Qo'shnimga qo'shimcha pul tushibdi. Menga tushmadi. Bir xil yoshdamiz, nega u ko'proq oladi? Yangiliklarda pensionerlarga qo'shimcha to'lov bo'ladi deyildi. Nega mening pensiyam o'zgarmadi? Mana shu savollar oddiy ko'rinsa ham, aslida juda muhim. Chunki bu masala har bir oilaga, har bir pensionerga, ota-onamizga, bobo-buvlarimizga bevosita ta'sir qiladi. Shuning uchun bu videoni oxirigacha ko'ring. Men bugun oddiy tilda misollar bilan kimga qo'shimcha to'lov berilishi, kimga berilmasligi, nega summa har xil chiqishi, qayerda xatoga yo'l qo'yilishi va o'z haqingizni qanday tekshirtirishingiz kerakligini tushuntiraman. Kanalga hoziroq obuna bo'ling, videoga like bosing. Chunki bunday ma'lumotlar ko'p odamga kerak bo'ladi va sizning laykingiz orqali video boshqa pensionerlarga ham yetib boradi. Avvalo bir narsani aniq qilib olaylik. Pensiya va pensiyaga qo'shimcha to'lov degani hamma uchun bitta umumiy summa degani emas. Ko'pchilik davlat qo'shimcha to'lov beradigan gapni eshitganda barcha pensionerlarning kartasiga bir xil miqdorda pul tushadi deb o'ylaydi. Lekin amalda bunday emas. Chunki pensiya tizimi bir nechta ko'rsatkichlar asosida ishlaydi. Odamning ish staji, rasmiy ish haqi, pensiya turi, nogironlik guruhi bo'g'uvchisini yo'qotganlik holati, yoshga doir pensiya yoki ijtimoiy nafaqa olishi, ishlayotgan yoki ishlamayotgan pensioner ekani, avvalgi hisob kitobdagi hujjatlar to'g'ri kiritilgan, kiritilmagani va boshqa omillar hisobga olinadi. Oldin ko'p odamlar pensiyani oddiy tushunardi. Falon yoshga yetdingiz, pensiya tayinlandi, har oy bir xil pul olasiz. Lekin hozir tizim ancha batafsil hisob kitob qiladi. Raqamli bazalar, mehnat daftarchasidagi ma'lumotlar, ish haqi arxivlari, staj davrlari, imtiyozli to'yfalar, minimal miqdorlar, kompensatsiyalar alohida tekshiriladi. Shu sababli bir mahallada yashaydigan 2 nafar pensioner bir vaqtda pensiyaga chiqqan bo'lsa ham, ularning qo'shimcha to'lovi bir xil bo'lmasligi mumkin. Yana bir muhim jihat bor. Ayrim qo'shimcha to'lovlar umumiy indeksatsiya bo'lishi mumkin. Ya'ni pensiya miqdori ma'lum foizga oshiriladi. Bunda kimning pensiyasi oldin ko'p bo'lsa, oshgan summa ham ko'proq ko'rinadi. Masalan, 1 million so'm pensiya oladigan odamga 10% oshirish 1 ming so'm bo'lsa, 2 million so'm oladigan odamga 200 ming so'm bo'ladi. Ikkalasi ham bir xil foizda oshdi. Lekin qo'shimcha pul miqdori har xil. Odamlar ko'pincha foizni emas, kartaga tushgan pulni ko'radi va nega unga ko'p, menga kam deb o'ylaydi. Asosiy qism bin. Nimalarni bilish kerak? Kim xavotir olishi kerak, kim xavotir olmasligi kerak? Men sizga eng asosiy qoidani aytaman. Qo'shimcha to'lov bir xil bo'lmasligining birinchi sababi pensiyaning boshlanish miqdori har xil ekanidir. Pensiya miqdori esa odamning butun mehnat faoliyati va hujjatlari asosida shakllanadi. Kimdir 35 yil rasmiy ishlagan, ish haqi yuqori bo'lgan, barcha yillari hujjat bilan tasdiqlangan. Kimdir esa 20 yil ishlagan, lekin uning 7 yili norasmiy bo'lgan yoki arxivdan ma'lumot topilmagan. Yana kimdir kolxozda, korxonada, tashkilotda ishlagan, lekin hujjatlar to'liq saqlanmagan. Natijada pensiya bazasi har xil bo'ladi. Masalan, birinchi misolni olaylik. Hasan aka 65 yoshda 37 yil rasmiy ish stajiga ega. U zavodda uzoq yillar ishlagan, keyin ustalik qilgan, ish haqi rasmiy bo'lgan. Pensiyasi 2 million 400 ming so'm deylik. Agar pensiya o'rni foizga oshsa, Hasan akaning pensiyasi 2-4 ming so'mga ortadi. Endi Mahmud aka ham 65 yoshda, lekin u ko'p yillar bozorda savdo qilgan. Rasmiy ish staji bo'yidagi yil ish haqidagi hujjatlari ham to'liq emas. Uning pensiyasi 1 million 300 ming so'm bo'lsa, 10% oshirish 1 ming so'm bo'ladi. Ikkalasi ham bir xil yoshda, ikkalasi ham pensioner, lekin qo'shimcha pul miqdori har xil. Bu adolatsizlikdek ko'rinishi mumkin. Lekin hisob kitob mexanizmi aynan shunday ishlaydi. Ikkinchi sabab, hamma pensiya olmaydi, ayrimlar nafaqa oladi. Bu juda muhim. Yoshga doir pensiya bilan ijtimoiy nafaqa bir xil narsa emas. Pensiya odatda ish staji va badallar rasmiy mehnat faoliyati asosida belgilanadi. Nafaqa esa ma'lum shartlarga ko'ra, masalan, yetarli ish staji bo'lmaganda yoki boshqa ijtimoiy holatlarda tayinlanadi. Qo'shimcha to'lovlar esa ba'zida pensiyalarga alohida, nafaqalarga alohida tartibda qo'llanadi. Shu sababli men ham qarilik yoshidaman, nega qo'shnim olgan qo'shimchani olmadim deganda, avvalo siz pensiya olyapsizmi yoki nafaqa olyapsizmi? Shuni tekshirish kerak. Uchinchi sabab, pensiya turi har xil. Yoshga doir pensiya
nogironlik pensiyasi, boquvchisini yo'qotganlik pensiyasi, harbiy yoki maxsus xizmat bilan bog'liq pensiyalar, imtiyozli shartlarda tayinlangan pensiyalar bo'lishi mumkin. Har birining hisoblash tartibi, minimal kafolatlari, qo'shimcha ustamalari turlicha bo'lishi ehtimoli bor. Masalan, nogironlik guruhi bo'yicha ayrim qo'shimcha to'lovlar belgilanishi mumkin. Birinchi guruh nogironligi bo'lgan shaxsga parvarish bilan bog'liq qo'shimcha to'lov yoki boshqa ustama berilishi mumkin. Lekin bu hamma yoshga doir pensionerlarga avtomatik beriladi degani emas. To'rtinchi sabab minimal pensiya darajasiga yetkazish masalasi. Ba'zan davlat ayrim pensiyalarni belgilangan eng kam miqdordan past bo'lmasligi uchun qo'shimcha to'lov bilan to'ldiradi. Bu yerda hamma bir xil pul olmaydi. Masalan, belgilangan minimal miqdor 1 million so'm deb tasavvur qilaylik. Bir odamning hisoblangan pensiyasi taqimi 2 ming so'm bo'lsa, unga biday 2 ming so'm qo'shimcha berilib 1 millionga yetkazilishi mumkin. Boshqa odamning pensiyasi 960 ming so'm bo'lsa, unga atiga 20 ming so'm qo'shimcha kerak bo'ladi. Uchinchi odamning pensiyasi allaqachon 1 million 500 ming so'm bo'lsa, unga bunday to'ldiruvchi qo'shimcha umuman berilmasligi mumkin. Shunda birinchi odam 1 ming oldi, ikkinchi 2 ming oldi, uchinchi olmadi. Lekin sabab shuki, qo'shimcha hammani tenglashtirish uchun emas, minimal darajadan past bo'lganlarni minimal darajaga yetkazish uchun berilgan. Beshinchi sabab ishlayotgan pensionerlar bilan ishlamayotgan pensionerlar o'rtasida ayrim holatlarda farq bo'lishi mumkin. Ba'zi to'lovlar faqat ishlamayotgan pensionerlarga tegishli bo'lishi. Ayrim kompensatsiyalar esa daromad holatiga qarab ko'rib chiqilishi mumkin. Men bu yerda bitta narsani alohida aytaman, har bir qo'shimcha to'lovning o'z nizomi, o'z manbasi bo'ladi. Shuning uchun umumiy gap bilan hamma oladi yoki hech kim olmaydi deyish noto'g'ri. Har bir pensioner o'z holatini alohida tekshirtirishi kerak. Endi kim xavotir olishi kerak? Agar sizning atrofingizdagi bir xil toifadagi, bir xil pensiya turiga ega, taxminan bir xil stajga ega odamlar qo'shimcha to'lov olgan bo'lsa, siz esa umuman olmagan bo'lsangiz, tekshirtirish kerak. Agar oxirgi oshirishdan keyin pensiyangiz o'zgarmagan bo'lsa, lekin sizga o'zgarishi kerakdek tuyulsa, tekshirtirish kerak. Agar mehnat stajingiz to'liq hisobga olinmagan deb o'ylasangiz, tekshirtirish kerak. Agar eski ish joyingizdagi maosh haqidagi arxiv ma'lumotlari kiritilmagan bo'lsa, tekshirtirish kerak. Agar pensiya tayinlanganda hujjat yetishmagani uchun kamroq hisoblangan bo'lsa va keyin yangi hujjat topgan bo'lsangiz, albatta murojaat qilish kerak. Kim xavotir olmasligi mumkin? Agar sizning pensiyangiz qonuniy ravishda belgilangan tartibda oshgan, kartangizga oldingidan ko'proq tushgan, siz oladigan pensiya turi bo'yicha qo'shimcha to'lov nazarda tutilmagan bo'lsa, ortiqcha vahimaga hojat yo'q. Masalan, siz allaqachon minimal darajadan yuqori pensiya olayotgan bo'lsangiz, minimalga yetkazish uchun beriladigan qo'shimcha sizga tegishli bo'lmasligi tabiiy. Yoki qo'shimcha faqat muayyan toifadagi nogironligi bo'lgan shaxslarga berilgan bo'lsa, oddiy yoshga doir pensiya oluvchiga tushmasligi xato emas. Endi eng ko'p uchraydigan nozik joylarni tushuntiraman. Birinchi nozik jihat. Qo'shimcha to'lov degan nom ostida turli xil to'lovlar bo'lishi mumkin. Odamlar barchasini bitta deb o'ylaydi. Aslida bir pensiya indeksatsiyasi, bir kompensatsiya, bir ustama, bir minimal miqdorga yetkazish, biri nogironlik yoki parvarish bilan bog'liq qo'shimcha, biri esa bayram yoki bir martalik yordam bo'lishi mumkin. Shuning uchun siz qo'shimcha pul deyotganingizda aynan qaysi to'lov haqida gap ketayotganini bilishingiz kerak. Aks holda noto'g'ri taqqoslash qilasiz. Masalan, qo'shningizga 300 ming so'm ko'proq tushdi. Siz o'ylaysiz, menga ham 300 ming tushishi kerak edi. Lekin tekshirilsa, uning pensiyasi 1 mingga oshgan. Yana oldingi oyda kechikkan. 1 ming so'm qayta hisob kitob bo'lib tushgan. Yana 1 ming so'm kompensatsiya bo'lgan. Siz esa faqat indeksatsiya bo'yicha 1,20 ming olgansiz. Tashqaridan qaraganda farq katta, lekin ichida bir nechta alohida sabab bor. Ikkinchi nozik jihat, qayta hisoblash hamma uchun bir kunda ko'rinmasligi mumkin. Tizimda texnik jarayonlar bank kartasiga tushish sanasi, to'lov ro'yxatlari, hududiy bo'limlar bo'yicha tafovutlar bo'lishi mumkin. Bir tumanda 5 sanada tushadi, boshqasida 10 sanada. Bir odamga naqd shaklda yetkaziladi, boshqasiga karta orqali. Shuning uchun birinchi kuni yo'q, menga berilmadi deb xulosa qilishga shoshilmang. Lekin to'lov davri o'tib ketgan bo'lsa, albatta aniqlashtirish kerak.
Uchinchi nozik jihat hujjatlardagi bitta raqam ham summa o'zgarishiga olib keladi. Mehnat stajida 1 yil kam kiritilsa, ish haqi noto'g'ri davr bo'yicha olingan bo'lsa, familiya o'zgargani hujjatlarda to'g'ri bog'lanmagan bo'lsa, arxiv ma'lumotlari topilmagan bo'lsa, pensiya kam chiqishi mumkin. Ayniqsa Sovet davrida yoki 1900 yillarda ishlaganlar, kolxoz, shirkat, zavod, qurilish tashkilotlari tugatilgan joylarda ishlaganlar ko'p uchraydigan muammo bilan duch keladi. Hujjat bor, lekin arxivda to'liq emas, arxiv bor. Lekin ism familiyada xatolik bor. Mehnat daftarchasida muhr o'qilmaydi. Buyruq raqami ko'rsatilmagan. 4-nozik jihat. Rasmiy ishlaganlik bilan og'zaki ishlaganlik farq qiladi. Men ko'p eshitaman. Men o'tgan yil ishlaganman. Nega stajim 12 yil chiqdi? Savol beraman. Shu o'tgan yilning hammasi mehnat daftarchasiga yozilganmi? Ish haqi rasmiy bo'lganmi? Tashkilotdan ma'lumot bormi? Agar odam 10 yil norasmiy ishlagan bo'lsa, pensiya hisobida bu davrni tasdiqlash qiyin bo'ladi. Hayotda odam haqiqatan ishlagan bo'lishi mumkin, lekin pensiya tizimi hujjatga qaraydi. Bu adolatsiz tuyulishi mumkin, lekin amaldagi hisob-kitob hujjatsiz ishlamaydi. 5-nozik jihat. Ayrim ustamalar ariza asosida berilishi mumkin. Odamlar davlat o'zi bilib beradi deb o'ylaydi. Ko'p holatlarda ma'lumot bazadan olinadi. Lekin ayrim vaziyatlarda siz hujjat topshirmasangiz, tizim sizning huquqingiz borligini bilmasligi mumkin. Masalan, nogironlik guruhi qaramog'ida mehnatga layoqatsiz shaxs borligi, o'quvchisini yo'qotganlik bilan bog'liq hujjatlar, mukofot yoki unvonlar, imtiyozli mehnat sharoitlari, uzoq yillik stajni tasdiqlovchi arxiv ma'lumotlari alohida taqdim etilishi kerak bo'lishi mumkin. 6-nozik jihat bir martalik to'lovni doimiy qo'shimcha deb o'ylash. Masalan, ma'lum bir bayram arafasida maxsus qaror asosida yoki kompensatsiya sifatida bir marta pul berilishi mumkin. Keyingi oy bu pul tushmaydi. Shunda odam pensiyam kamayib qoldi deb o'ylaydi. Aslida oldingi oyda bir martalik to'lov bo'lgan. Shuning uchun har oy tushgan summani solishtirganda tarkibini bilish kerak. Asosiy pensiya qancha, ustama qancha, kompensatsiya qancha, qayta hisob-kitob bo'yicha qarzdorlik bo'lsa qancha. 7-nozik jihat. Qarzdorlik yoki ushlab qolishlar. Ba'zan pensionerning kartasiga kutilganidan kamroq pul tushadi. Buning sababi qo'shimcha to'lov berilmagani emas, balki oldingi ortiqcha to'lovni qaytarish, aliment, ijro hujjati, bank qarzi yoki boshqa qonuniy ushlab qolish bo'lishi mumkin. Albatta har qanday ushlab qolish qonuniy asosga ega bo'lishi kerak. Agar siz pensiyangizdan nimadir ushlab qolinganini ko'rsangiz, darhol sababini yozma ravishda so'rang. Og'zaki javob bilan cheklanib qolmang. 8-nozik jihat hududlar bo'yicha mish-mishlar. Mahallada, navbatda, bozorda, ijtimoiy tarmoqlarda hamma pensionerga falon pul berilar ekan degan gap tez tarqaladi. Lekin hujjat bilan tasdiqlanmagan gapga ishonmang. Qaror, farmon, nizom, pensiya jamg'armasi yoki vakolatli organlarning rasmiy izohi bo'lmasa, o'zingizni ham, boshqalarni ham chalg'itmang. Men doim aytaman. Pensioner uchun eng xavfli narsa noto'g'ri umid va noto'g'ri taqqoslash. Odam kutadi, asabiylashadi, keyin ma'lum bo'ladiki, u to'lov umuman boshqa toifaga tegishli bo'lgan. Endi eng kerakli qism siz nima qilishingiz kerak? Men aniq qadamlarni aytaman. Birinchi qadam, oxirgi 3-6 oyda olgan pensiya summalaringizni yozib chiqing. Kartaga qancha tushgan, qaysi sanada tushgan, oldingi oyga nisbatan farq bormi? Barchasini daftar yoki telefoningizga qayd qiling. Agar bank ilovasidan foydalansangiz, kirimlar tarixini ko'ring. Agar naqd olsangiz, to'lov varaqasi yoki pochtadan olingan ma'lumotni saqlang. Bu sizga taxminan kam tushdi emas, aniq raqam bilan gapirish imkonini beradi. Ikkinchi qadam. Siz qaysi turdagi to'lov olishingizni aniqlang. Yoshga doir pensiyami, nogironlik pensiyasimi, boquvchisini yo'qotganlik pensiyasimi yoki ijtimoiy nafaqami? Bu ma'lumot pensiya hujjatlarida bo'ladi. Agar bilmasangiz, tuman pensiya jamg'armasi bo'limidan yoki may dangagubuz orqali mavjud elektron xizmatlar yordamida aniqlashtirish mumkin. To'lov turini bilmasdan turib, qo'shimcha to'lov bo'yicha to'g'ri savol berib bo'lmaydi. 3-qadam. Pensiya tayinlangan vaqtdagi hujjatlaringizni tekshiring. Mehnat daftarchasi, ish haqi to'g'risidagi ma'lumotnomalar, arxiv ma'lumotlari, harbiy xizmat davri, o'qish davri, bola parvarishi bilan bog'liq davrlar. Imtiyozli sharoitda ishlaganlikni tasdiqlovchi hujjatlar bo'lsa, ularni bir joyga yig'ing. Hujjatlarni skaner qilib yoki telefon bilan aniq suratga olib qo'yish ham foydali. Hujjat yo'qolsa, nusxasi qo'lingizda bo'ladi. Agar siz menga qo'shimcha to'lov tushishi kerak edi,
deb o'ylasangiz, og'zaki shikoyat bilan cheklanib qolmang. Tuman pensiya jamg'armasi bo'limiga yozma ariza bering. Arizada shunday yozish mumkin. Menga tayinlangan pensiya va unga qo'llanilgan qo'shimcha to'lovlar bo'yicha batafsil hisob-kitobni taqdim etishingizni, oxirgi oshirish yoki ustama menga qo'llangan, qo'llanmaganini tushuntirishingizni so'rayman. Arizada F-ish, pasport yoki ID, karta ma'lumotlari, telefon raqami, manzil, pensiya oluvchi sifatidagi ma'lumotlaringizni ko'rsating. Arizani 2 nusxada tayyorlang. Bittasini topshirasiz. Ikkinchiga qabul qilingan sana va raqamni qo'ydirib olasiz. 5-qadam. Agar sizning stajingiz kam hisoblangan deb o'ylasangiz, arxivga murojaat qiling. Eski ish joyingiz qaysi tashkilot bo'lgan, qaysi yillarda ishlaysiz, lavozimingiz nima bo'lgan. Iloji bo'lsa, buyruq raqamlari yoki bo'lim nomlarini yozing. Tashkilot tugatilgan bo'lsa, uning hujjatlari qaysi arxivga topshirilganini aniqlash kerak bo'ladi. Mahalliy arxiv, viloyat arxivi yoki tashkilotning huquqiy vorisi orqali ma'lumot olish mumkin. Arxiv ma'lumoti topilsa, pensiyani qayta hisoblashga asos bo'lishi mumkin. 6-qadam, javobni yozma oling. Sizga tegishli emas, keyin tushadi. Hammasi to'g'ri degan og'zaki gap yetarli emas. Rasmiy javobda nima uchun qo'shimcha to'lov berilgan yoki berilmagan, qaysi me'yoriy hujjatga asoslangan, pensiya hisob-kitobida qaysi davrlar olingan, qaysi ustamalar qo'llangan, aniq ko'rsatilishi kerak. Agar javobdan qoniqmasangiz, yuqori turuvchi organga yoki tegishli tartibda shikoyat qilish imkoniyatingiz bor. 7-qadam, boshqa pensionerlar bilan taqqoslaganda ehtiyot bo'ling. Taqqoslash uchun faqat yoshimiz bir xil yetarli emas. To'lov turi, staj, ish haqi, nogironlik holati, ustamalar, ishlayotgan, ishlamayotgani, oldingi qayta hisob-kitoblar, hujjatlar to'liqligi ham bir xil bo'lishi kerak. Hayotda esa ikki odamning pensiya tarixi deyarli hech qachon to'liq bir xil bo'lmaydi. Shuning uchun qo'shningiz ko'proq olgani avtomatik ravishda sizga kam berildi degani emas. Lekin bu tekshirtirmang degani ham emas. Shunchaki dalil bilan tekshirtiring. 8-qadam, har bir yangi qaror yoki oshirishdan keyin pensiyangizni nazorat qiling. Pensiya oshdi degan xabar chiqsa, darhol o'zingizning summangizni hisoblab ko'ring. Foizli oshirish bo'lsa, eski pensiyangizga foizni qo'llab taxminiy miqdorini chiqarishingiz mumkin. Minimal darajaga yetkazish bo'lsa, sizning pensiyangiz shu chegaradan pastmi yoki yuqorimi, shuni ko'ring. Agar ustama ma'lum toifaga berilsa, siz shu toifaga kirasizmi? Buni aniqlang. 9-qadam, yaqinlaringizga yordam bering. Ko'p pensionerlar elektron xizmatlardan foydalana olmaydi. Ariza yozishni bilmaydi, bank ilovasiga kira olmaydi. Farzandlar, nevaralar, qo'shnilar yordam bersa, juda ko'p muammo tezroq hal bo'ladi. Lekin yordam berayotganda pensionerning shaxsiy ma'lumotlari, karta raqamlari, SMS kodlari xavfsizligiga e'tibor bering. Hech kimga SMS kod bermang. Begona odamlarga karta ma'lumotlarini aytmang. Firibgarlar aynan qo'shimcha pensiya chiqarib beraman degan bahona bilan odamlarni aldashi mumkin. Demak, hamma pensionerlarga bir xil qo'shimcha to'lov bo'lmasligining asosiy sababi shuki, pensiya tizimi har bir odamning shaxsiy holatiga qarab hisoblaydi. Ish staji, rasmiy ish haqi, pensiya turi, minimal miqdorga yetkazish, nogironlik yoki boshqa imtiyozlar, ishlash holati, hujjatlarning to'liqligi va qayta hisob-kitoblar summaga bevosita ta'sir qiladi. Kimdir ko'proq olishi, kimdir kamroq olishi, kimdir umuman olmasligi har doim ham xato degani emas. Lekin agar sizda shubha bo'lsa, uni albatta tekshirtirish kerak. Mening eng muhim maslahatim shunday: mish-mishga emas, hujjatga ishoning. Og'zaki gapga emas, yozma javobga tayaning. Qo'shningiz bilan oddiy taqqoslash qilmang. O'z pensiya hisob-kitobingizni alohida tekshirtiring. Agar stajingiz, ish haqi ma'lumotlaringiz yoki ustamalaringiz to'liq hisobga olinmagan bo'lsa, hujjat to'plang va qayta hisoblashni so'rang. Sizda ham shunday holat bo'lganmi? Boshqalarga qo'shimcha to'lov tushib, sizga tushmaganmi yoki summa farq qilganmi? Izohlarda yozib qoldiring, qaysi hududdansiz va muammo nimada bo'lganini ayting. Videoga like bosing, kanalga obuna bo'ling va yaqinlaringizga yuboring. Chunki bitta to'g'ri ma'lumot ba'zan bir pensionerning o'yma-o'y oladigan haqini tiklab berishi mumkin.